kerak edingiz menga. Yordamingiz kerak. Qanday? Chiroyli bola ekansiz. U gapotga yozib turadi, boyitdan beri. Rustammi? Chiroylimilar? Ha, simpatichniy. Rustammi? Aniqmi? Sizga yoqmaydilarmi? Yoqmasam ishlarmada shu paytgacha. Bo'ladi, o'rtancha. Jazo'r demayman. Tanla qoling, endi hozir sizga totili, qarang, man cho'tta anaqa priznavать qilyapti, yaxshi ko'rishini deyaptilar. Kim? Siz. Voy. Voy, qanaqa savollar bo'lyapti? Gapiring. Advokatim Dardlari ko'payib ketibdi ishlardi. Qanaqa dardlari bor ekan? Sizga aytdilarmi? Ha, siz to'g'risida gaplashyotgandik, kelib qoldik. Shami bilan gaplariga. bo'rini yo'qlasang quloq ko'rinadi deydi mana. Ha. Lekin hech qaysi gaplarga ishonmang. Hammasi yolg'on bo'ladi. Shunaqami? Men gapirgan gaplar yolg'on. Bo'lmasa o'zingiz gapiring. Bo'lmasa o'zingiz gapiring. Gapirgan gaplar yolg'on deydi. Misol uchun men Shakira bilan gaplashgan bo'lsam ishonmaydi. Yolg'onmi? Yolg'on emas. Nega ishonmaysiz? Misol uchun men mana Jeki Chang bilan sindosh bo'lganman. Isbotlang. Siz shu harakatni qotili, shuncha staratni qotili. Marish agar harakat qilayotgan bo'lsalar, bo'ylarini o'stirsinlar. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Shunda gapini tushundingizmi? Bo'yimni o'stirsa demak rozi.